Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun ko'pchilik so'ragan hamma turdagi motoblok, gusinica, drabelka, dori apparat, hamma narsasi haqida to'liq katta video qilib o'tamiz. Vaqt sal cho'zilishi mumkin. Shuning faqat videoni oxirigacha ko'rib, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bunday bo'lsa biz boshladik qadrli YouTube ishqibozlar. Salgina vaqtimiz ko'proq ketishi mumkin, chunki do'konimizda ham, tashqarida ham hamma narsa mavjud. Hozir hammasini narxini bir tanishtirib o'tamiz. Eng arzon bo'lgan motobloklardan boshlaymiz. Hozirgi vaqtda eng arzon motobloklarimiz 2 million 850 ming so'mdan boshlanadi. 2 million 850 ming, 3 million 100 va 3 million so'mdan. Nima uchun bular har xilcha? Qaysi bular? Buni baloni kichkinaroq, buni baloni katta, buni baloni ham katta, bak ham katta. Sifati ancha yaxshiroq qilingan yangi model bo'lgani uchun narxi arzon. Hamma biladi, yangi chiqqan bu narsa boshida yangi bo'lib, sifati ham zo'r bo'ladi. Shunga yarasha biladi. Ko'pchilik Texas motoblogini arzonroq olyapman deydi, ehtiyot bo'linglar. Padelka varianti ham mavjud. Menday naklinkalariga ham, analariga ham yozib qo'yapti Texas deb, yog'iga ham Texas deb. Lekin bu original Texas bo'lmaydi, sizlarga original Texasni ko'rsatib o'tkazamiz. Bu padelkasi 3 million 200, 3 million 100, yevro 3 million 600, 2 million 850, 2 million 3 million so'm, 3 million 400, 3 million 800. Rekord motobloklarimiz esa 3 million 600 ming so'mdan. Salarkali motoblok kerak degan akalarimiz uchun Salarishning motobloklarimiz benzinlikka nisbatan qizimaydi. To'liq aytib o'tib keta olmayman, chunki vaqt sal chegaralangan. Shuni hisobiga sizlarga maslahatim, kanalga kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, hammasini to'liq tushuntirib o'tkazganmiz. Farqlarini ko'rib olsangiz, hozir proseslarga narxlarni aytib o'tib ketamiz. Rekord motobloklarimiz 3 million 600, Salarishlarimiz 5 million 200 ming so'mdan, starterlilar 6,5 million so'm, kapot faralilar, qo'sh filtrli salarkalilar esa 5 million 800 ming so'm, Texana originali esa 3 million 600. Texana original bakiga ham o'yib yozilgan bo'ladi, korobkasiga ham o'yib yozilgan bo'ladi va rangi to'q sariqda bo'ladi. 7 ga 9 model so'raganlar uchun 7 ga 9larimiz esa 4,5 million so'mdan kelaverasizlar. Kichkina motoblok 3-5 ot so'raganlar uchun bularda ham hozir farqlarini ko'pchilik tushunmayapti. O'shani alohida video qilib chiqqanmiz, kirsalaringiz kanalga qo'yib qo'yganmiz. Kichkina motobloklarda farqlar, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 2 million so'mdan osharlari bilan qilib beramiz. Bu Nagasaki Yaponiya texnologiyasida ishlab chiqarilgan eng sifatli motoblokchalardan bo'ladi. Gusinitsali motoblok so'raganlar uchun gusinitsaliklar 7,5 ga 8 million so'm yana kelishtirib beramiz skidka narxlarda. Yevro motoblogini so'raganlar uchun yevro motobloklarimiz 3 million 600 ming so'mdan. Texani mana bakiga o'yib yozilgan bo'ladi, korobkasiga ham o'yib yozilgan bo'ladi. Yevrolar ham xuddi shunday o'yib yozilgan bo'ladi. Do'konimizga keladigan bo'lsak, do'konimizga siz xohlagan turdagi motopompa so'rasangiz 50 talik, 76 talik, 100 lik hamma turidan mavjud. Narxlari 1 million 250 ming, 1 million 300, 1 million 400 ishlankalari bilan qilib beramiz. 100 talik katta motorliklarimiz 200 dollardan. Motobloklarimiz uchun zapchast so'ragan akalarimiz uchun mana hamma zapchastlarni olib qo'yganmiz. Bemalol bizdan motoblok xarid qilib ertaga zapchastiga qiynalmaysizlar. Benzopilar so'raganlar uchun benzopilarimiz 550 ming so'mga, Texana original 900 ming so'm. Svarshni apparat so'raganlarga esa 42 dollar, ya'ni 530 ming so'mdan 650 ming so'mgacha, zo'rlari, yaxshilari to'rlik elektrodgacha past toklarda ham ishlab beradi. Ham kempi ham svarga so'raganlarga esa 180 dollardan 220 dollargacha. Mana charx so'raganlar uchun charxlarimiz ham mavjud. Kelaverasizlar, arzon narxlar, eng qimmati 25-30 dollargacha. Kulich nabor so'raganlar uchun kulich naborlarimiz esa kelaverasizlar. Xohlagan turdagi kulich naborlar, menday jamoadonchalik ko'pchilik so'radingiz. 1 2 3 4 5 6 tasi birda, ikkita akkumulyator, 6 ta narsasi, yana naborlari bilan
atigi $100 chiqadi. Bolgarka so'raganlar yo perfator so'raganlarga original Texa firmasini perfatori bolgarkalari mavjud. Kelaverasizlar, bolgarkalarimiz arzon 300 ming so'mdan 350 ming so'mgacha, perfatorlarimiz esa 380 ming so'mdan boshlanadi, 580 ming so'mgacha. Motopompa olib shlanka ololmaydiganlar uchun shlankalari ham mavjud. Suv nasos kerak deganlarga xohlaganlarga glubinniy, xohlaganlarga avtomat suv nasoslarimiz mavjud. Do'konimizda hamma narsa mavjud. Kelaverasizlar, siz xohlagan kelishtirib chiroyli narxlarda, eng optimal narxlarda bo'ladi. Drabilka so'raganlarga drabilkani iminni videosini qo'yganmiz. Hozir kirib ko'rsalaringiz bor. Kanalga mana shu videodan sal pastroqda turibdi. Drabilka haqida to'liq sal kattaroq video bo'lgan. Kirsalaringiz hammasini tushuntirib narxlarini o'tkazganmiz. Kimga yoxud motoblok olib boshqa narsa chizel kerak deganlarga chizel, puluk kerak degan puluk, ariqocha degan ariqocha. Ariqocha puluk kartochka kapatillarimiz 200 ming so'mdan, chizellarimiz 550 ming, motobloklarimiz uchun pichoqlar 15 ming so'm, universal igrovishli puluklarimiz 550 ming so'm, temir balonlarimiz komplekt 600 ming so'mdan. Sifati yaxshilari. Kimga nima kerak bo'lsa yoxud yana nima qaysi mahsulotda to'liq chiqarmoqchi bo'lsak, kommentariyalarda yozib qoldiringizlar. Qo'limizdan kelgancha to'liq chiqarib beramiz. Mana trimerda o'tiradigan apparat kerak degan akalarimiz uchun 500 ming so'mdan sifati zo'rlarini qilib beramiz. Manzilimiz Toshkent shahri Artbuloq bozorida joylashgan. Shoshilingizlar. Narxlar bu hozirgi vaqtda 2025-yil iyun oyi oxirgi kunlari. Shoshilingizlar, 1 oy 2 oydan keyin bu narxda ololmay qolishlaringiz mumkin o'zlaringiz uchun. Like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Aytgancha katta motoblok so'ragan akalarimiz uchun katta motobloklarni ham hammasini to'liq videosini chiqarganmiz. 9, 17 Aren firmasi, Texa hammasi mavjud bo'lsa, kelaverasizlar. Kimga agar kerak bo'lsa, tepada telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib like tashlab beringlar. Telegram orqali like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.